Xurlash deydigan bir narsa bo'ldi-ku, ota-onaning bolalarni xurlashi. Bu yerda vasli xurlash va bevas xurlash deb ikkiga bo'lindi. Bir bevas xurlash degan nima desa, urush, tillash, vaqirash. Vaqirashning bolalarga bo'lgan zarbisi urushdan kuchli bo'ldi. Chunki odam tug'ma, masalan, nurg'un qo'rqishlarni o'rganib olamiz biz. Masalan, yo'lbosdan qo'rqishni biz kichik vaqtimiz bilmaymiz. Keyin biz yo'lbosni tushunib, yo'lbosning adamligini ko'rib, yoki ota-onamiz yo'lbos deb qo'rqatgandan yo'g'i o'rganib oladigan hissiyotlar bu. Ammo bir buvoq bolani qo'yib qo'ysangiz, yo'lbosdan hariz qo'rqmaydi. Chunki unda yo'lbosdan qo'rqish degan ufqum yo'q. Ammo vaqirash, yana birisi igizdan tushib ketish, bu ikkishdan odam tug'ilgandan qo'rqaydi. Buning zarbisi tayoq yegandan kuchli bo'ladi. Şuna men ba'zida shu oshxonada bo'lsin yoki bo'lmasa ba'zi so'rinlarda ota-onalarning bolalarga vaqirganligini ko'raman. Ota-ona bu yerda bir otdili vaqiraydi, bu vaqirash deb qaraydi, ammo bu vaqirgandan keyin boladagi hissiyotni bu ota-ona hargiz tushunmaydi. Bu hissiyotni tushunish uchun nima qilish kerak, qanday bilish kerak deganda bu hissiyotni tushunish uchun bolaga bir tal kop yeydigan zihni tiqib, ashni yuzuq ko'paytirib bersak, anandan keyin baldiki vaqirganda erishadigan hissiyotni topib bo'ldi. Shunga har qanday ota-ona amal bor, bütün kuchi bilan shu bolalarga vaqirashning oldini olish kerak. Buning qalb zarbisi pek kuchli, pek cho'ng quriladi. Bu bolalardagi nurg'un aqliy bo'linish va hissiy bo'linish iqtidorini miyib qilib yetalaydi. Balda hatta üllükmüge kılanmaydıgan, hatta hissiyatlarını çıkaranmaygan bir galitili benşin o kaldı. Nurgulluğun psikiklik tosalgı adamның karakteriyle tesir kılmaydı, bedeniga mi tesir kıldı. Bir adamның bedeni arkalık biz onun ballıqıdaki keçirmişini bilaleyimiz. Adam bedeni mi ma'lum derecedeki mudafiye katlaşıp benşin olup gidiyor. Aslında her kandak bir bala naati şundak ravan çoğun bolsa, mesela psikik tosalgı bolmasa, bedeni şundak yaxşı çoğun buldu. Psikik tosalgı boğandakillar bedeninin ma'lum dereceleri bek küçük gidigan, ma'lum dereceleri tarik gidigan, ma'lum azaları hatta yetilmeydigan ahvallarning hammasi amaliyotda psikiklik masalalar hisoblanadi. Shunga mush fursatdan foydalanib, hamda Mayim TV'ni ko'rib, barliq ota-onalarga mush bolalarga vaqirashning oldini olishni kuchli tavsiya qilaman. Ma xotullarga o'xshash. Vaqirashdan qo'rqish bu insonning tabiati jug'una ketgan narsa. Hamda ma orqali nima demoqchi degan vaqtda bolalarga, chunki balliqida shakllangan narsa, bakchiq narsa balliqidan shakllandi. Sizning balliq dunyoingizda bir dunyo shakllanib bo'ldi. Keyingi dunyoni cho'lsa, shu dunyoga akirib tarjim qilib mengayverdi. Junga deydigan bir psixolog var. Bunun bir gapi var. Adam o'zi yezib olgan jubinning ichida o'zini xuymay qiladi deydi. Demek kichik vaqtda shakllanib qolgan dunyoni u amal bani ish qildi desa, ongsil shakllantirib oldi. Masalan, vaqirab cho'ng bo'ldi, u 100% uning vaqiraydigan odam bilan to'y qiladi. 100%, 99 emas, 100% yana shu dunyoni shakllantirdi. Shunga kichik vaqtidagi bolalar dunyosini shakllantirganda ota-ona agar sog'lom bo'lmagan bir dunyoni shakllantirib qo'ysa, bu bola cho'ng bo'lganda 100% sog'lom bo'lmagan bir turmushni qurib chiqadigan gap. Shunga fursatdan foydalanib bir eskartib qo'ydi.